Qanday holatlarda aliment miqdorini kamaytirish yoki umuman bekor qilib yuborish mumkin? Aliment to'layotgan ota yoki onaning boshqa farzandlari bo'lib, mazkur farzandlar aliment olayotgan farzandlariga nisbatan kam ta'minlanib qolayotgan bo'lsa, aliment to'lab kelayotgan ota yoki onaning nogironligi bo'lsa va shu sababli moddiy jihatdan qiynalib kelayotgan bo'lsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromadga ega bo'lgan holatlarda sud tomonidan aliment miqdori kamaytirilishi mumkin. Agar voyaga yetmagan bola davlat yoki nodavlat muassasalarining qarmog'ida to'liq ta'minlanayotgan bo'lsa, sud tomonidan aliment to'layotgan ota yoki onaning moddiy ahvoli hisobga olingan holatda aliment miqdori kamaytirilishi yoki umuman bekor qilib yuborilishi mumkin. Aliment miqdorini kamaytirish yoki uni butunlay tugatish uchun asos bo'lgan holatlar tugatilganda yoki barham topgan holatlarda aliment oluvchi shaxs tegishli tartibda sudga murojaat qilib, alimentni qayta tiklatish huquqiga ega.